Xayrli kechasizlarim. Sizlar bilan ko'pchilik kommentariyada yozgan savollarga qarab, bugun yana rasklad tayyorladim. Avvalambor hammalaringizga rahmat, meni qo'llab, yaxshi tilaklaringiz uchun. Hamma savollaringizga harakat qilaman javob berishga. Ko'pchilik efirda savol berganmi, meni taqdirim nima bo'ladi, turmush o'rtog'im keladimi, boshqami savollar javob bermayapsiz deb xafa ham bo'lganlar. Men kommentariyadagi savollarni har biriga shaxsiy rasklad javob bera olmayman. Iltimos Telegram nomerimda chiqinglar. Chunki uni kommentariyada yozgan 30 kishiga men 30 ta shaxsiy rasklad qilib javob bera olmayman. Demak, boshladik. Hozir sizni ko'pchilikdagi savol yuzasidan shu mavzuni tanladim. Hozirgi pauza yakunmi yoki yangi boshlanishmi? Agar hayotingizda hozir munosabatda sukut, masofa yoki noaniqlik davri bo'layotgan bo'lsa, bu rasklad aynan siz uchun. Kartalar sizga hozirgi vaziyatning sababini, keyin nima bo'lishini va bu pauza ortida qanday o'zgarish turganini ko'rsatadi. O'zingizga tegishli bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Menga obuna bo'lgan, admin qilasiz albatta. Menga obuna bo'lgan, like bosgan, kommentariy yozganlarni energiyalarini ol. Kartalarim hozir ular nima uchun pauzada? Nimaga ketib qoldi? Nimaga blokladi? Nimaga munosabat to'xtadi? Mana shu kartalar chiqdi. Hammaga ko'rinaptimi? Hozir sizda nima uchun birdan munosabat to'xtadi? Mana bu karta mana. Ovozim yaxshi boribdimi? Bu kartada xafalik, og'riq, ranjish, hozirgi pauza ortida yurakka tekkan vaziyat bor. Azizlar. Mana bu karta. Bu kartamiz hissiyotni nazorat qilish, sabr va vazminlik, shoshib qaror qilish emas, vaziyatni bosiqlik bilan kuzatish kerak deyapti. Bu kartamizda Pentakli 3. Mana muloqot bo'ladi, albatta sizga kelishish, birga harakat qilish imkoniyati bor. Aloqani tiklash uchun ikki tomondan harakat kerak. Harakat qilasiz, albatta munosabat tiklanadi deyapti. Ikkilanish, vaziyatning beqarorligi, qolaymi, ketaymi degan fikrda. Ikkilanishda butunlay ketmayapti. Ketaymi, qolaymi? Hozir sizda og'riq holat bor, bu kartalar shuni aytibdi. Mana hozirgi holatingiz kartalar pauza to'liq yakunga o'xshamaydi. Og'riq va ranjish bor deyapti. Og'riq va ranjish bor. Lekin qayta muloqot qilish va munosabatni tiklash imkoniyati bor. Mana bunda. Kimnidir yordami bo'ladimi? Ikkitasi yasayapti uni qaytib kelishini. Demak, xulosa qilib aytaman, mana yurak sinig'idan yoki umid bor. Mana bu kartamiz ham yaxshi karta mana. Ikkilanishda
umidi bor, hali so'nmagan pauza ketib qolgan bo'lsayam. Mana o'tiribsiz Xudo deb. Demak, og'riq va ranjish bor, lekin qayta muloqot qilish va munosabatni boshqacha tarzda davom ettirish imkoniyati ko'rinyapti azizlarim. Faqat hozircha vaziyat beqaror, birdaniga emas, asta-sekin shakllanadi. Keling, yana savol beramiz. Yana 4 ta karta olaman. Endi nima bo'ladi? Qachon keladi? Ikkilanish ketadimi? Mana kartalarim chiqdi. Men ko'rsatib qo'sholmayman, hayajonlanaman, shu uchun to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Bunda nima dedi? Pauzadan keyin nima bo'ladi tez kunda? 4 mechey. Avval yana bir muddat sukut, masofa, o'ylab olish. Hozir darrov harakat bo'lmasligi mumkin. Mana bu kartamizda eski ranjish yoki tortishuv, qayta ko'tarilish ehtimoli bor. Kimdir o'zini haq deb isbotlashga urinishi mumkin deyapti. Bu yog'i pauzadan keyingi holatlari. Bu kartamizda keyingi vaziyat keskin tezlashadi. Ko'rdingizlarmi, qanday chiroyli karta. Keskin tezlashadi, xabar, qo'ng'iroq, yozishma yoki uchrashuv ehtimoli kuchli deyapti bu kartamiz. Hierophant eng chiroyli kartamiz mana. Munosabatni jiddiylashtirish, kelishib olish, qoidalarni belgilash yoki rasmiyroq qaror qabul qilish energiyasi. Rasmiylashtiradi mana. Jiddiy munosabatga aylanadi azizlarim. Umumiy xulosa oxiriga shuni aytaman sizlar uchun. Avval sukut, keyin ziddiyatli gap bo'ladi oralaringizda. Tezkor xabar, muloqot, jiddiy suhbat yoki qaror. Bir ko'tarilib olasizlar, men haq bo'ladi-yu, keyin yaxshi xabar, muloqot, jiddiy suhbat. Baribir qayerga ketding, nimaga ketding deb gapirasizlar-da. Jiddiy suhbatdan keyin tezkor xabar bo'ladi, ziddiyatli gap bo'ladi, sizga qaytadi. Sukutdan keyin tezkor xabar, muloqot, jiddiy suhbat yoki qaror. Ya'ni pauza abadiy emas, harakat qayta boshlanadi. Oxiriga mana kartalarimiz qarang, juda chiroyli karta chiqdi. Oxirida chiqdi. Boshida chiqib, oxirida bular chiqqanida yo'q degan bo'lardim. Yaxshi kartalar, hammalaringizga men xursand bo'lib ketaman. Doim orqasi, oxiri yaxshi bo'lib chiqadi. Mana azizlarim, bugun sizlar bilan kartalarga ko'ra bu pauza hali yakuniy nuqta emas. Avval sukut va ichki uylar, xayollar ichida uylaydi, siz ham u ham. Keyin esa xabar yoki muloqot kelishi mumkin. 8 jezlov chiqdi. 8 jezlov eng chiroyli kartada bu mana. Tezlanishi muloqotni, munosabatni. Hierophant esa mana bu kartamiz esa jiddiy suhbat yoki muhim qaror ehtimolini ko'rsatadi. Agar bu rasklatim sizga mos kelgan bo'lsa, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Shaxsiy rasklat uchun albatta Telegram nomerimda qo'ng'iroq qilasizlar. Videoni oxirida qoldirdim. Hammaga ham to'g'ri kelmasligi mumkin. Umid qilaman, hamma o'ziga tegishlisini oladi. Keyingi rasklatlarda yana uchrashamiz. Salomat bo'ling.